Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 15-avgust ekan. Bizdan mana Quvadan G'ayratjon kelib, oshnasi Komiljon bilan 5-avgust kuni chuvalchang olib ketishdi. Endi yana 10 kundan keyin mana Komiljon bilan yana birga kelishib, Komiljon ham G'ayratjonni chuvalchang baqishini ko'rib, bunga ham qiziqib qopti Komiljon ham, shuning uchun men ham chuvalchang boqaman deb hozir mana 15-avgust kuni kelishdi. O'zlari mana yaxshi joylardan, zich joylardan olishyapti. G'ayratjonni 30 sotik teplisasi bor ekan. Har yili 5 tonna, 6 tonna biyagimiz sotib olardi ekan. Shuning uchun endi bundan buyog'iga o'zim ishlab chiqaraman biyagimizni deb chuvalchang boqyapti ekan. Bu shunaqa biznesda har kim odam o'zi qilib olish kerak. Bunaqa biznes har yili 5 tonna, 4 tonna olavermaydi. Buni endi har yili teplisasi bor odam shu o'zi chuvalchang boqib olsa, 1 kvadratmi, 2 kvadrat olib boqib olsa, o'zi ishlab chiqarsa, buyog'imizni o'zi uchun yaxshi bo'ladi. Bu yerda mana salqin joylar, chuvalchanglar ishlashlari, holatlari juda zo'r. Mana o'riklar, yong'oqlarning tagida zichliklari juda zo'r. Mana zich joylardan olishib, Xudo xolasa mana solishyapti mana. Yaxshi zich joylardan olavering. Qani yaxshi ketyaptimi ish qilib? Yaxshi mana zich joylardan oling, shashilmay. Mana qarang. Tushunmagan joylarimizni tushuntirib beramiz deb aytib qo'ying. Juda mana holat zo'r joylardan olyapmiz mana. Buni donalab terib olmaymiz, mana qilib zich joylardan olaveramiz. Mana qarang. Juda a'lo. Mana bu tepalardan, sal teparoq joylardan olsangiz mana suvli joy qarang mana mashinlarni. Mana bunday qilib olsangiz qarang. Mana qarang, juda a'lo, zo'r ishlashyapti chuvalchanglar, Xudo xolasa. Juda yaxshi. Har kim o'ziga qilib olsa, chuvalchang boqib olsa, har yili buyog'imiz ishlab istab yurmay, o'zi uchun chiqarib olsa, yaxshi. Mana qarang, juda yaxshi joy ana. Ash tepa joylardan oling. Yaxshi joy, shu yerlardan oling. Juda zo'r holatda ketyapti. Ishlashlari ham yaxshi, juda zo'r. Xudo xolasa. O'tgan safar ikkinchi joyimizdan oldik. Bu endi birinchi chuvalchang boqayotgan joyimiz. Bu yerda 120 kvadrat chuvalchangimiz bor. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz. 10 kun oldin 5-avgustda G'ayratjon bilan Komiljon kelishib, shu yerdan olgan edi mana bu. Birinchi bioreaktordan olishgan edi, bu 2dan olishgan edi. Endi mana bunga aniq solyapmiz endi. Mana qilyapti. Endi bunga go'ng soldik, birinchi bioreaktorga, bu 4-bioreaktorga ham go'ngni soldik. Chuvalchanglar mana ishlashyapti. Endi mana 2-3 ga solamiz. Xudo xolasa ertaga 16-avgustda Xudo xolasa
3-chi, 4-chi biyari gektarlarga go'ng solamiz. Mana G'ayratjon bilan Komiljon chuvachanglarni olishib mana ketishyapti. Yo'llaringlar bexatar bo'lsin, yaxshi yetib olinglar. Tinch bo'linglar. Yaxshi. Baraka chuvalchanglarga ham ko'paversin zo'r bo'lsin. Tinch bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, xayr. Rahmat, sog' bo'ling, rozi bo'ling. Xo'p, rahmat. Boring quvaga. Xo'p, xudo xolasa. Tinch bo'linglar, yaxshi yetib olinglar. Xo'p.